Erkak meni toqqa svidaniyaga taklif qildi. Albatta отказ qilmadim. Maza qilib tog' yonbag'rida 3 kun dam olib kelaman dedim va o'zimga shunaqangi chiroyli luklar tanlab oldim iftorlik uchun. Erkakchalar rosa meni talashishdi, trip va vindim chimyonga olib kelishdi. 3 kun endi maza qilamiz. Shunaqangi luklarni kiyib olib iftorlik tomon yo'l oldim. Endi sizlarga kichkinagina obzor qilib beraman. 4 erkak va men family room oldim. Bu esa bolalar yotoqxonasi. Bu yoqda kichkinagina sanuzel bor, 3 ta balkoni bor va terrasasi bor. Juda ham chiroyli, shinamgina, ozoda, tinch joy, mazza qilasizlar. Bu esa balkondan ko'rinishi. Ikkita sanuzeli bor, hamma yoq ozoda, bolalar uchun alohida, kattalar uchun alohida sanuzel. Kattalar yotoqxonasi family room o'z bag'riga 5 ta odamni bemalol sig'dira oladi, shinam va keng, ayniqsa issiqqina qishning kunida. Amazondan foydalanib ham 8-martga ayolimga sovg'a qilaman desanglar, 2 kishilik joyi bemalol 3.300.000 ga 3 mahal ovqati bilan olsanglar bo'ladi. 8-mart kuni basseyn faqatgina ayollar uchun ishlarkan. Undan tashqari muzikalni shoular ham bo'ladi. Ro'za tutamiz, 2 mahal ovqatlanamiz deydigan bo'lsanglar, 3 million to'laysizlar, 2 kun maza qilib dam olasizlar, basseyn, spalardan bemalol foydalanasizlar. Biz faqat ovqatlanish uchun bormoqchimiz deydiganlar uchun kishi boshiga 200 mingdan to'lab shvedskiy stolda maza qilib iftorlik qilib ketishingiz mumkin. Iftorlikdan keyin maza qilib bolalar bilan basseyn tomon yo'l oldik. Kattalar uchun alohida basseyn, yosh bolalar uchun jakuzi basseyn bor ekan. Bolalarim juda ham maza qilishdi. Har bir insonga sochiq alohida beriladi. Gigiyenaga alohida e'tibor berishar ekan. Saunalar ham bor, finskiy sauna va turetskiy saunalar ham bor. Biz sovqatib qolamiz deb umuman o'ylanmanglar, chunki suvlar juda ham issiqqina, maza qilib cho'milasizlar. Ertalab biz xo'jayinim bilan saharlik qilib olishimiz uchun saharlikni o'zimiz xonamizga olib kirib berishdi. Xohlasanglar pasta stoloviyda ham ovqatlansanglar bo'ladi. Ertalab bolalarni shunaqangi chiroyli manzarada zavtrak qildirib oldik. Larimiz erkib qoladi, umuman ham yemasanglar ham bo'ladi. Shunaqangi toza, shinamgina detskiy plashatka ham bor. Biz vaqtda behuda o'tkazmasdan ko'chaga chiqib maza qilib qorbo'ron o'ynab keldik. Qancha maqtamay bir kelib ketmasanglar bo'lmaydi. Nilufar promo kodi bilan sizlarga 10% skidka qilib berishadi.